O'zini onasi gapirsa o'tadi-da, amanga qaynonamning gapi og'ir bo'ldi. Как это? Да? Просто biling, qaynonangizga, onajoningizga tan olinish yetishmayapti. Ya'ni bolam, menga qara. Shunaqa chiroyli sharoitda yashayapsan. Bu sharoit osmondan tushmagan. Men bu sharoitga hissamni qo'shganman. Meni hozir sen maza qilib chiroyli yashayotgan sharoitingga meni umrim, vaqtim, quvvatim, sog'lig'im, asabim, o'zimni orzu-havaslarimdan voz kechishim evaziga bo'lgan. Seni mana bunaqa qatladadir o'qib kelgan, Angliyada o'qib kelgan, boyvachcha turmush o'rtog'ing, qimmat mashinalar, uni diplomlari, mana shu hammasi meni o'zimni orzu-havaslarimdan voz kechishim evaziga bo'lgan. To'g'ri. Endi Allohsi shu ekan. Da. 1 gram shuni tan olgin. Prosta bilgin, gapirma mayli. Soxta gap kerak emas qaynona. Oyjon, deb kerak emas soxta gap. Har bitta qaynona sezadi buni. Soxtaligini. Prosta tan olgin, ichingda tan olgin. Bo'ldi. Hech qaysi qaynona, hech qaysi ona bolasiga qilgan narsani minnat qilmaydi. Hech qaysi. Agar tan olsa